Amir Temurning haqiqiy ismi Temur ibn Tarag'ay Barlos bo'lib, 1336-yil 9-aprelda Kesh yaqinidagi Xo'ja Ilg'or qishlog'ida dunyoga kelgan. Amir Temur shatranj, ya'ni shaxmat o'yinining ashaddiy ishqibozi bo'lgan. U Markaziy Osiyo tarixidagi qudratli, o'rta asrlarda esa mintaqadagi eng yirik imperiyaga asos solgan. Amir Temur o'zi o'tkazgan janglarning birortasida mag'lub bo'lmagan. Temuriylar imperiyasi insoniyat tarixida maydoni bo'yicha 26-o'rinda turadigan imperiya sanaladi. 20 yil davomida Usmonli sultonlari qo'lga kirita olmagan Smirna qal'asini Amir Temur 2 hafta ichida ishg'ol etgan. 1996-yilda poytaxtimizda Temuriylar tarixi davlat muzeyi, shuningdek Toshkent, Samarqand, Shahrisabz shaharlarida buyuk sarkardaning haykallari o'rnatilgan.